3 xona, 4 xona qilingan, 2-etaj, Yevro remont, hamma mebel texnikasi bilan sotilayotgan uyimizni ko'rsatamiz qani ketdik. Asosiy zal, mehmonxona qismini ko'rdinglar, televizorli zona, kirush prixoshkamiz, bu yoqda bolajonlar yotoqxonasi joylashgan. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turgan barcha mebel texnikalar qoladi albatta. Xonadonimiz Chilonzor 11-kvartalda shundoqqina yo'lning yuzida 4 qavatli domni 2-qavatida joylashgan. Har bitta xonalarga tepli pollar o'rnatilgan. Podyezdlarni ham ko'rishingiz mumkin, toza, akkuratni. Ko'rib turganinglardek uyimizning hamma xonalari va sanuzellari alohida, ya'ni koridordan kiriladi. Sovg'asiga mana bu ajoyib kir mashinasi qo'shib beriladi. Choy ichib o'tirish uchun stol shart-sharoitlarni ko'rdinglar, o'zini konditsionerlariga ega. Bu 4-xonani bolalar xonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. 1,5 ga 3 o'lchamli balkonimizdan unumli foydalanib oshxona qismi qilib qo'yilgan. Uyimiz narxi $94,900. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun telefon raqam qoldirdim.